Bu yil har birimiz uchun sinovli bo'ldi. Mas'uliyatli qarorlar, qiyin ish smenalari, ulkan mehnat. Lekin aynan shu jarayonlarda jamoaning haqiqiy kuchi namoyon bo'ladi. Muruntoq koni bu nafaqat yirik kon. Bu bir maqsad, bir ishonch va bir yo'l. Bu yerda minglab insonlar har kuni o'z mehnatlari, bilimlari va tajribalari bilan umumiy natijalarga hissa qo'shadilar. Erta tongda ishga chiqayotganlar ham, kun-u tun xavfsizlikni ta'minlayotganlar ham, ish jarayonida aniqlik va mas'uliyatni ustuvor qo'yganlar ham barchasi Muruntoq koni kuchining bir bo'lagidir. Mehnat, intizom, hamjihatlik va o'zaro hurmat bor va bu yerda erishilgan har bir yutuq ortida inson taqdiri va jamoa mehnati turadi. Biz bu yilni birga yengdik. Qiyinchiliklarni birga ortda qoldirdik. Yangi yil ostonasiga esa yangi rejalar va katta maqsadlar bilan birga kirib kelyapmiz. Yangi yilda barchangizga tinchlik, mustahkam sog'lik, oilaviy osoyishtalik va ertangi kunga bo'lgan ishonchni tilaymiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Muruntoq koni jamoasi. Yangi yil barchamiz uchun yangi yutuqlar, barqarorlik va farovonlik yili bo'lsin.